Juda ko'plab insonlar narxi yengilroq, lekin o'zini ishlashi zo'r bo'lsin degan mashinkani topib qo'ydim do'stlar. Assalomu alaykum. Do'stlar, sizlar bilan men Nurullo Ro'ziboyev. Sizlarga yana bugun foydali video bo'ladigan maqsadda Lubek brendimizdagi tikuv mashinamizni ko'rsatib o'taman. Bu tikuv mashinamiz to'g'ri chok, ekonomichniy, motori magnit motor, 220 tokda ishlaydi. O'rtacha hisobda eng ko'p pedal bosib turganingizda rasxodi 550 watt. Ya'ni yarim kilovat 1 soatiga to'xtatmasdan tiksangiz rasxod qiladi. Xo'p, tikuv mashinamizni iplariga, ya'ni iplarni o'tkazish yo'nalishi bo'yicha tushuntirish beradigan bo'lsam, mana bu ko'rinishda ip tepadan keladi. Tepadan kelib, pastga mana bu yerda 3 ta teshichasi bo'ladi. Bu 3 ta teshichasini birinchisidan o'tkazasiz, o'rtadagisi qoladi va bunisidan o'tkazasiz. Ya'ni mana bunday qilib aynalib o'tish kerak. Bunisi endi qo'shimcha regulyator hisoblanadi. Bu ko'proq qaychilik yoki avtomat mashinkalarda ikkita bo'ladi. Endi buni ikkita qo'ygan sababi yana ham o'sha ikkinchisidan foydalansangiz bo'ladi. Bu yoqdan keyin kelib, mana bu regulyator orasidan o'tib ignaga keladi va o'sha ignaga kelgan ipni bemalol tikib tekshirsangiz bo'laveradi. Buni hozir materiallarni qo'yamizda. Ishlashini qarang, yumshoqligini. Endi yaxshi mashinka, puli arzon bo'lsin deganlarga mana shuni tavsiya qilaveramiz. Sababi bu mashinkani Xitoydan olib kelib o'zimiz to'g'ridan-to'g'ri zavod bilan ishlaymiz. Ya'ni zavod bilan ishlagandan keyin ehtiyot qismlari ham o'sha insonda bo'lish kerak o'zi asli. Qanaqadir tikuv mashinani bozordan sotib olsangiz yoki boshqa joydan sotib olsangiz, uni ertaga bir joyi platasi bir joydan qatidandir bir kamchilik bo'lib qolsa, siz qiynalib yurmaysiz. Shuning uchun yaxshi, sifatli, ehtiyot qismlari bor tikuv mashinalardan xarid qilsangiz, ertaga qiynalmaysiz. Ushbu mashinkamizda mana bloklari, hamma tablolari, hamma narsasi o'zimizda zapas bor. Xo'p, tikuv mashinamizni tablosiga keladigan bo'lsak, qaysi knopkalari sizga kerak, qaysilari kerak emas. Mana bunisi tezligini baland past qilish, tezligini eslatib o'taman, 5000 tezligigacha ko'tarsangiz bo'ladi. Mana eng balandi 5000. Lekin zavod standarti bo'yicha o'zi asli 3700 bo'lish kerak. 3700 tezlikga qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunisi ignani tepada pastda qolishini belgilaydi. Mana hozir mash turishda igna tikish jarayonida mana har doim tepada to'xtaydi. Mana tepada to'xtadi. Endi mana bu tugmani yana bosganimizdan keyin matdagi knopkasi o'zi yozuv o'zgaradi, ya'ni igna pastda to'xtaydi. Ignamiz pastda to'xtadi. Bu degani mana lapkani ko'tarib turib, o'ngga, chapga burishga yana ham osonroq bo'ladi. Pastdagi tugmachasi nima vazifani bajaradi degan do'stlarimiz uchun ushbu tugmachasini bosib qo'ysangiz, mana bu yerda o'zi yozuvi chiqdi, ya'ni belgi ko'rsatildi. Bu yumshoq ishlash. Masalan, 5000 tezlikda turgan mahalda pedalni bossangiz, sirazi 5000 tezlikka chiqib ketmaydi, sekinlik bilan ko'tariladi. Plavniy ishlashga yordam beradi. Endi bu stoyka bobinada ikkinchi ipimiz ham bor. Ikkinchi ipimiz bu tepadan kelib, mana unga o'tish kerak o'zi asli. Ba'zi bir chevarchilikni endi boshlagan do'stlarimiz yoki bo'lmasa opalarimiz, singillarimiz bundan ham aylantirib ketadi. Shuni hisobiga mashinkamizni tortish bo'ladi. Bu naychani, ya'ni o'sha matdagi naychani zapravka qilish uchun kerak bo'ladi. Uni bosib qo'yasiz, tikish jarayonida bu o'rab, mana shu o'rab, keyin mana buni to'ldiradi, ya'ni o'sha naychani to'ldiradi. Xo'p, mashinkamizni pastdagi moylarni ham ko'rsatadigan bo'lsak, moyini ham o'ziga yarasha urovini bor. Makka moy quyilgandan keyin buni ichida 500 gram moy bo'ladi. Mana bu ikkita chizig'i bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, pastidagi chizig'idan tushib ketsa bu oz degani, tepasidagidan ko'tarilib ketsa bu isrof degani. Mana bu narsa bu nasos deyiladi. Bu nasos moyni so'rib tepaga olib chiqadi, tepada moylab turib yana qaytarib olib tushadi. Shu bilan bu mashinkamiz shu yumshoq ishlaydi. Moyga e'tiborli bo'lasiz. Agar siz postoyanniy tikish qiladigan bo'lsangiz, ya'ni postoyanniy foydalansangiz, moyini 6 oyda to'kish kerak. Qanaqa qilib almashtiramiz, qanaqa qilib buni boshqa qo'yiladi? Bir ko'pchilikda juda ko'p joyga borganimizda ustiga quyishar ekan, unaqa emas. Ichidagi moyni mana bu joydan atyorkani tiqib turib bo'shatasiz. Past tomondan yana bitta boshqa idishga bo'shatganingizdagi keyin ichini artib tozalab turib, oppoq suvga o'xshagan moyni quyasiz. Suvga o'xshagan moy quyilgandan keyin mana bu joydan tepadan so'rib, ya'ni sirkulyatsiya bo'lishi yana ham osonroq bo'ladi. Xo'p, endi mashinkamizni o'ziga keladigan bo'lsak, tikuv mashinamizni og'irligi salkam 30 kg atrofida, doskasi 25 kg atrofida, umumiy hisobga olganda 55 kg atrofida bo'ladi. Doskalari ham yaxshi, chiroyli, mana bunaqa matvi deyiladi. Metrlari ham bor o'zida. Hozir endi deyarli bir 80-90% o'zida metr chiqadi. Chevalarimizga juda ham oson ishlatishi.
Yumshoq, labka ko'taradigan joylari, pedallari mana yumshoq ishlaydi, material tanlamaydi, zakripka beradi mana quloqlari. Chokini katta kichik qiluvchi mana quloq mana. Endi qulog'ini bir xilga odam mana uni bosmasdan turib buraydi. Biz endi mana shuni bosib turib, ya'ni zakripkani qulog'ini bosib turib buraganingizda mana bu narsa osonroq, yumshoqroq bo'ladi. Tikuv mashinamizga 3 yil kafolat. Manzilni ham eslatib o'taman. Manzilimiz Toshkent shahrida. Agarda siz ushbu tikuv mashinadan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastda nomerlar qoldirdik, aloqaga chiqarasiz. Narxlar o'zgarib turganligi uchun narxini telefon nomer orqali olsangiz bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda masalan 2 million 800 yoki 2 million 900 bo'lsa, ertaga balki 2 million 600 ming yoki undan pastroq yoki undan balandroqqa to'g'ri kelishi mumkin. Narxlarimizni to'lig'ini, anig'ini telefon raqamlarimizdan olsangiz bo'ladi. Ushbu video sizga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agarda ushbu mashinkamiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib va tikuv mashina olaman, qaysidan olay ekan deb yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Sizlar bilan Nurlar Ro'zboyev yana xuddi shunga o'xshab yaxshi tikuv mashinalarni video obzor qilishda davom etamiz. Sog' bo'ling.